Opajonim siz yaqinim, mehribonim opam. Esim tanib birga o'sgan qadrdonim opam. Goh talashib, goh yarashib, beg'uborcha. Endi bilsam eng ishongan duogo'yim opam. Opajonim, jonajonim, mehribonim opam. Siz farishta, siz malaksiz, mehribonim opam. Opajonim, jonajonim, mehribonim opam. Siz farishta, siz malaksiz, mehribonim opam. Uchrashganda jiyanlarim tog'ajon deb quvnashganda qalbim toshib to'lib ketar sizni ko'rib. Momo havo simolarin hissim tuyib, qalbim toshib to'lib ketar sizni ko'rib. Momo havo simolarin hissim tuyib. Opajonim, jonajonim, mehribonim opam. Siz farishta, siz malaksiz, mehribonim opam. Opajonim, jonajonim, mehribonim opam. Siz farishta, siz malaksiz, mehribonim opam. Uzoqdagi yaqinlaringizdan Kamol akamiz bilan bog'lanishning imkoniyati bor ekan. To'g'ridan-to'g'ri marhamat uchun tabrik so'zlarini va tilaklarini tinglaymiz. Marhamat. Gapiring aka. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Tug'ilgan kunlarim muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarda yo'qlab kelganlar uchun hammasizlarga ham katta rahmat. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazinglar. Opamiz bergan bunaqalarni yuzini ko'rsinlar, tug'ilgan kunlarni mingini ko'rsinlar. Navaralarni barchasidan boshqa bo'lsin. Yaxshi kunlarda to'ylab yarasinlar. Onamizga ham katta rahmat. Tug'ib shunday kunlar yetkazgan ekanlar. Bayramlar hammamizdan muborak bo'lsin. Sizlarga taklif berganlar uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Akbarjon, Behrjon, Shahrovjon, hammasi salomat bo'lsin, barchasi eriyib bo'lsin. Hammamiz shunaqa yaxshi kunlarda o'ynab qo'yaylik. Opajon yaxshilikda ko'rib nasib qilsin. Albatta ilohim, bugun Kamol akamiz musofir yurtlar, oila, yaqinlar sog'lomchilikda, Xudo xohlasa kelasi yil xursandchilik kunlarini tavallud ayyomingizni bir dasturxon atrofida barcha yaqinlari, jigarlari birgalikda nishonlash nasib etsin ilohim. Marhamat. Assalomu alaykum, yerda o'tirgan qarindoshlarim, Xudoyim hamisha sog'lik, salomatlik bo'lsin. Ana bu jiyanginamni tug'ilgan kuni ekan, umri uzun, tani joni sog' bo'lsin. Bachag'inalariga bosh bo'lib 100 yoshlarga kirsin iloyim. Yaxshi kunlarni ko'rsin, yomonni ko'rmasin asli Xudoyim. Navaralarni, to'ylarini, xursandchiliklarni hamisha birga ko'raylik Xudojonim, nasib ro'zi etsa. Tinchlik bo'lsin Xudojonim, bachag'inalari sog' salomat bo'lsin. O'qi mana qizimdan neymeli? Gapiradi qarang mana qizim. Qanaqa? Rahmat, tashakkur bildiramiz. Ezgu niyatlar, ezgu tilaklar albatta o'zingizga ham murojaat. Marhamat, tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz yaqinlardan. Marhamat. Assalomu alaykum.
Şöyle kelgan mehmonlarga hammalaringiz avvalambor shunday xush kelibsizlar jonim bachalarim. Hammalaringiz ana shu yaxshi kunga Xudoyim nasibingizni aylasin. 100 yoshlarga kiringlar. Mana bu qizimni tug'ilgan kuni ekan. Umri uzun bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin, omad yor bo'lsin Xudoyim bachaginaman. Xudojonim endi mana shu yaxshi kunlarni niyat qilibdi. Farzandlarni huzur halovatiga ko'rsin, tanijoni sog' bo'lsin. Ilohim bachaginam 100 yoshga kirsin, domasini qo'shaqqa qilsin, farzandlarni huzuriga ko'rsin. Mana nayirasini tug'ilgan kunlarga sabrayman. Yana 100 yoshga kirsin. Bachaginam 100 yoshga bekam qo'sh bo'lsin. Hech qachon kasal so'kal bo'lmasin. Nayirlarni huzurini ko'rsin bachaginam. Xudojonim yaxshiga yo'ldosh salomlardan qaytarsin. Allah'ım Xudoyim farzandlarimiz uzoq yurtlarga sog' salomat kelishini Allohim nasib ro'yda eylesin. Amin. Ilohim mana bu uylarda tug'ilgan kunlarga to'ylar bo'lsin, to'ylar uylashsin bachagina. Xonajoni sog' bo'lsin, ilohim bachalarni hammalari sog' bo'lsin, xush kelishsin. Uylar yetkazgan uylarni yana kirgani ko'raylar. Sog'likda, tinchlikda, bag'riklikda artık sizde yorulduğundan istesin, onu rahmat bachalarim. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Onajon farzandlaringiz boshlarida duogo'y onajonlari bo'lib turing. Ularning ishongan bog'i, suyangan tog'i boshlarida osmon bo'ling albatta. Bu dunyoda tillo yuzlarning, sovg'a salomlarning qadri, qiymati, bahosi bordir. Inson uchun aytilgan bir og'iz shirin so'z, mehr, muhabbatning bahosi yo'q. Biz o'ylaymizki, ushbu oqshomda jigaringiz, singlingiz Baxtiyor xonimiz qaysi ma'noda xursand qila olgan bo'lsalar, qaysi ma'noda qalblaridagi mehr muhabbatlarini izhor qila olgan bo'lsalar, albatta niyatlariga yetish degan umiddamiz. Bizning tabrik so'zlarimiz, bizning she'rlarimiz sizni qay darajada ta'sirlantiradigan bilmadim, lekin Baxtiyor xonimizning tabrik so'zlari, tilaklari sizni ta'sirlantirishi aniq. Marhamat, o'zlarini taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Marhamat. Sizni tavallud kuningiz muborak bo'lsin, shukrona kuningiz. Avvalambor mana shu oqibatda ana shu og'aynilar o'tirishimiz sababchisi onajonim, otajonimga rahmat aytaman. Bizga yaxshi tarbiya berib, mehr oqibatli qilib o'stirganingiz uchun rahmat onajon sizga. Opajon 100 yoshga kiring, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Har doim eng yomon kunlardan shu yaxshi kunlarda o'tsin, yaxshi davralarda farzandlaringizni huzurini ko'ring. Alloh sizga barakali umr, rizqingiz ato etsin. Yaxshi kunlaringiz bo'lsin, faqat yaxshi kunlaringizda o'tiraylik. Ishlaringizga omad bersin, sog'ligingizni bersin. Avvalambor muborak bo'lsin, opajon, shukrona kuningiz. Doimo mana shunday yaqinlar hurmatida, yaqinlar e'tiborda bo'ling ilohim. Bizning niyatimiz, bizning tilagimiz yoshingizga yosh qo'shilsa ham keksalikka